Barchaga assalomu alaykum do'stlarim, yaxshimisizlar? Mercedes-Benz GT AMG 2020-yil ikkita Kia Rio va pul prizlarini hozir o'yin davomida aytib o'tamiz. O'yin boshlanishidan Telegramga obuna bo'lishingiz kerak, mana shu kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak va bitta laykni bosib, xohlaganingizcha kommentariy yozasiz. Biz esa mana shu o'yin tugashiga 5 kishiga $100 pul mukofoti bor, random programma orqali aniqlab sizlarga tashlab beramiz. Akalar, bitta kommentariyani gullatamiz. Qancha ko'p kommentariy yozsangiz, shuncha yutish imkoniyatingiz ko'p va bitta like обязательно Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Mana shu video ostida silkasi qolyapti. Bo'lmasam videoni oxirigacha ko'ramiz. Larimizga assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar va opa-singillar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan esa men ekran ortida Oybek Abubakirov. Do'stlarim, bugun esa 2000 rubl evaziga sizlarga Mercedes-Benz GT AMG qo'yyapmiz akalar. Bu esa shaxsan men o'zim yurgan, 1 yil oshiq minib yurgan mashina bo'lyapti. Kim yutsa oshi bo'lsin. 2000 rubl evaziga men o'ylayman hali YouTube istoriyasida bunday mashina hali hech kim qo'ymagan. 2020-yil mashinamiz hozir o'yin davomida qandoq prizlarimiz bor, bu mashinalar borligini tushuntirib o'tib ketaman. Akalar, o'yinimizda sraz aytaman, ikkita Kia Rio avtomat korobkada, 1.6 объем, podogrev rul, podogrev сиденья, ya'ni eng maksimalniy komplektatsiyada ideal holatda Kia Rio'larni oldik. Ikkalasi ham 2021-yil 1.6 объем avtomat korobka. Главный priz bosh sovringa esa Mercedes GT AMG 9 tubkalik robot korobka, 3 litrlik AMG dvigatel turibdi, ya'ni podkapotda 400 ga yaqin ot kuchi akalar. Shaharda ichiga bor yo'g'i 10 litr rasxod qiladi, turbina borligi uchun juda ham ekonomik. Polniy prividda akalar. Bezramichni oynalar, endi bu mashinani videoga bitta baho beramiz. Men o'ylayman, har bir aka-ukamiz orzuyi bunday mashinaga erishish. 2000 rubl evaziga har bitta ko'rib turgan aka-ukamiz o'ziga riskovat qilib pozvolit qilish mumkin. Bu o'yinimizda 5999 dona ishtirokchi ishtirok etyapti. 3 ta mashinadan tashqari. Diqqat qilamiz, mana bu yerga hozir yozib o'tib ketamiz qanday prizlarimiz bor. Bitta konvert $10,000, bitta konvert $5,000, bitta konvert $3,000, bitta konvert $2,000, bitta konvert $1,000, yana bitta konvert $500, 10 ta konvert 20,000 rubldan, 10 ta konvert 15,000 rubldan, 10 ta konvert 10,000 rubldan, 70 ta konvert 5,000 rubldan pul prizlarimiz bor. 10 ta chipta olgan insonga bitta chipta sovg'a. Ya'ni do'stlarim, chiptamizni bahosi 2000 rubl. Qandoq qilib ishtirok etaman deysizmi? Mana shu video ostida kommentariyaga ham Telegram silkamizni zakrepit qilib qo'yib qo'yamiz. Обязательно Telegramga o'tishinglar shart. Chunki hamma ma'lumotni qandoq qilib chipta olishni men Telegramda sizlarga aytib o'tib ketaman. Akalar, Telegramga o'tamiz, obuna bo'lamiz va qandoq qilib mana bu o'yinimizda ishtirok etishni bo'li batafsil aytib o'tib ketaman. Qiyin joyi yo'q, chunki hozir oldin bilasizlar, nomer telefon qo'yardik, karta. Endi esa boshqacha bo'ladi. Telegramga o'ting, bitta laykni bosib, kommentariy yozgan insonga 5 kishiga $100 dan shu o'yin tugashiga random programma orqali biz sizlarga tushirib beramiz. Qancha ko'p kommentariy yozsangiz, mana shu video ostiga shuncha shansiz yutish imkoniyati ko'p bo'ladi akalar. Обязательно Telegramga подписка qilgan bo'lishingiz shart. Обязательно kanalimizga obuna bo'lishingiz shart va bitta like bilan bitta kommentariy sizdan men o'ylayman, mana uchun bo'lmasa ham mana shu mashina uchun stoyt akalar. Endi do'stlarim, avvalam har biringlarga ishonchinglar uchun, podдержкалар uchun kattakon rahmat. Ikki og'iz bo'lmasam mashinamiz haqida ta'rif berib o'tib ketsam. Yuringlar. Akalar, mashinamizni ichki qismini ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu salonga bitta baho beramizda. AMG rullarda полностью mana bu mayda knopkalar, bu sensor bo'ladi. Mana bular ham полностью sensorda, mana bu katta tablomiz ham sensorda akalar. Buni muzika o'tkazib boshqa qilishingiz uchun полностью cruise control, klimat control, удержание polasi. Mana bu knopkani bitta bosamiz, orqa qanotlari chiqib o'zi kiradi. Mana bu yerda esa sport rejim, o'zi sportda turibdi. Yana bitta bossak sport plus rejim bo'ladi. Mana bu yerda korobkani mexanический qilsangiz bo'ladi, полностью o'zgaryapti. Mana bu yerda esa podveskani yo sport rejim yo komfortga qo'yasiz. Bu esa drift qilishingiz uchun knopka. Mana bu avto
Mana buni do'stlarim, korobka perdachaga bitta baho beramiz. Eng chiroyli mashinalardan bittasi men o'ylayman. Imенно mana shu Mercedes'da ichida eng noyobi bo'ladi. Chunki shaharda ham bu akalar juda ham noyob, juda ham kam ko'rasizlar. Mana bu yerda esa premialniy sideniya nastoящий kojadan AMG sideniyalar turibdi. Bokovoy поддержкаning qalinligini qarang. Чтобы siz поворот berganingizda sizni полностью kontrol qilish uchun AMG yozuvlari bilan e'tibor beramiz. Полностью hamma yo'g'ida bu mashinani AMG. Mashinani o'zida, mana bu rullarning tagida hamma yo'g'ida AMG. Endi yonboshidan do'stlarim, eshigiga qarasangiz, полностью mashinani tagidan tortib sideniyalarni orqasini yotqizib tushirasizmi, tepa qulog'ini kirgizib chiqarasizmi yoki bo'lmasam pamять sideniyalar. Mana bu yerda akalar podogrev sideniya, ventilyatsiya sideniya, ikkinchi sideniyani ham mana shu yerdan boshqaradigan funksiyalari bor. Ya'ni mashinamiz полный приводda, start stop 20 xil podsvetka bor aka bu yerda. Bu mashina men o'ylayman har bir aka-ukamiz o'zi qalbidan joy oldi. Chunki meni o'zim ham 1 yil oshiq mindim. Akalar, riskovatni mana bu o'yinda qancha qilsangiz stoyt, tim bo'lib biletni 2000 qilib qo'ydik. Iloji boricha 5 tadan, 10 tadan, 15 tadan qurib yetgan akalarimiz 20 tadan olinglar. Mana bu mashinaga qancha riskovat qilsangiz stoyt, qurib yetmagan aka-ukalarimiz esa bitta biletni chiroyli niyat qilib tashlab qo'ying, chiqib qolsa akalar. 2026-yilda hayot bu polni o'zgaradi do'stim. Akalar, bu mashinani eng menga yoqadigan tomoni orqa qismi bo'ladi. Chunki mashina juda ham shiroki, 20 разный shiroki diskida turibdi. Ya'ni 305 orqa rezina 35 ga tasavvur qiling, jiplarda kolesosi turibdi. 305 diametrda. Ya'ni spoileriga bitta ahamiyat beramizda. Mana bu spoileriga men juda ham ishqibozman. Aytyapman-ku, bu mashina energiya. Ko'chada yurasiz, o'tgan ketgan qarimagan inson bo'lmaydi bu mashinaga. Chunki faqat bitta sizda bo'ladi. Inshaalloh nasib qilsin. Mana bu ikkitadan razdvoyni AMG выхлопlar akalar. Qop-qora svet, серьезный мужской mashina akalar. Shuning uchun akalar, avvalam har biringlarga shunday mashinalar chiqishini tilakdoshimiz. Bo'lmasam, o'yinimizda yana ikkita Kia Rio qo'yilgan. Ikkalasi ham 2021-yildan. Yuringlar, yaqinroq kelmasizlar ko'rsin. Akalar, endi taksi qilaman degan aka-ukalarimiz yoki ishga borib kelaman, qulay, ekonomichniy mashinalik uchun ikkita Kia Rio Savremenniy, ikkalasi ham 2021-yil. Biri 6 abiyon, 123 ta ot kuchi bor. Ya'ni komplektatsiyasi o'ta qulay. Avtomat korobka 6 stupkalik, podogrev rul, podogrev sideniya, hammasi stiklopodъемник, kruiz kontroli bor, klimat kontroli bor akalar, konditsioner bor, muzika, xullas ikkalasi ham do'stlarim yangi zimniy rezinada turibdi. Endi aytyapman, kim yutadi, iloyim oshi bo'lsin. Barchalarga bu o'yinimizda omad yor bo'lsin akalar. Omad tilab qolamiz. Mana bu mashinaga qancha riskovat qilsangiz stoyt. Po krugu hamma yo'g'ida kamera akalar. Slipoy zonani o'zi yo'q. Nima deyman akalar? Startni berdik. Bu yerga faqat sizlarga omad, bosinglar radnoylarim.